Demek, bugungi darsimiz sodda hayvonlar haqida bo'ladi. Sodda hayvonlar, bu darsligimizga ham kichik o'qib qo'yaman, juda kerak ko'rib olasizlar. Darslar tushunib olish kerak. Sodda hayvonlar bu hayvonot dunyosining boshlang'ich aromatli, birinchi paydo bo'lgan organizmlar hisoblanadi. Eng ko'p keltiriladigan vakillar, umumiy o'z sinflari, soxta oyoqlilar, jillilar, keyin nargi do'stkamizda bor, infuzoriyalar va sporalilar kiradi. Umumiy nechta sinfi bor ekan? 4ta sinfimiz bor ekan. Endi o'shalarga bitta to'xtalib ketsak, juda murakkablashtirmayman, eng kerak joyini o'zimizdan bo'ladi. Demak, soxta oyoqlilar, eslab qo'yinglar, har bitta hayvonni o'zini yashash nuqtasi bor, o'sha joyni adashtirib olmaydilar. Buni so'zma-so'z yodlab olish kerak. Demak, soxta oyoqlilar to'kilgan barg va xarcho'plar bilan ifloslangan suvda bo'ladi. Demak, soxta oyoqlilar qayerda bo'lar ekan? To'kilgan barg va xarcho'plik bilan ifloslangan bo'ladi. O'sha yerda bo'ladi. Demak, kattaligi 0.05 mm keladi. Demak, 1 mm 5 dan biri yoki 2 dan biri. 2 dan biri yoki yarmi degan bo'ladi, to'g'rimi? Demak, 1 mm yarmi yoki 5 dan 1 qismiga teng bo'lar ekan. Endi bu jonivorni nima uchun soxta oyoqli deydi? Bilasizlar, hujayra devori bo'ladi hamma joyda. Hujayra devori qattiq bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha organizmda doimiy qattiq membranasi bor degani. Ya'ni tashqi tomondan doimiy bitta shaklga ega. Misol uchun mana bu asfijitlarning shishasini olaylik. To'g'rimi? Sochma bu asfijitlar shishasi, to'g'rimi? Mana shu asfijitlar shishasi tashqi tomondan shisha bilan nima qilingan o'ralgan. Va buni doimiy shakli bormi? Yo'q, doimiy shakli bor. Ya'ni bu shisha shakli hech qachon o'zgarib ketmaydi, to'g'rimi? Mana shunday turaveradi. Bu o'zgarmaydi. Lekin agar bu salafandan bo'lganda Bular o'zgarib ketardi. ya'ni tashqi tomondagi qobig'i bunday qilsak ham o'zgarib ketardi, bunday qilsak ham o'zgarib ketardi, to'g'rimi? Lekin buni men sindirmagunimcha o'zgarmaydi. Mana shundayligicha nima qilib turaveradi? Demak, buni doimiy qattiq shakli bor, salafandagi yo'q, xuddi shunday gap. Endi soxta oyoqlilar qo'pol bo'layotganda hujayrani salafani bor edi. Tushuntira oldim? Tashqi tomoni juda ham yupqa va doimiy qattiq qobig'i yo'qligi uchun qo'lingga bir tomchi suvni tomizimda qanday yurib tursang, o'sha tomondan suv yuradi, to'g'rimi? Yoki telefonni ekraniga tomizimda yurgizsang, suv yuradi. Xuddi o'shanday harakatlanadi. Demak, soxta oyoqlilarni harakat qanaqa desa, bir tomchi suvga o'xshab nima qiladi? Harakatlanadi. Tushunarli bo'ldi? Endi nafas olishni barcha tirik organizmlar singari bular nafas oladi. Va anaerob mahsulot, aerob nafas oladi. Aerob degani kislorod yutib karbon angidrid chiqaradi. Tushunarli? Endi bularni faqat suvda yashaganligi uchun suvda erigan kislorod hisobiga nafas oladi. Xuddi suvda yashagan barcha organizmlar singari. Baliqlar ham xuddi shunaqa, to'g'rimi? Bularda ham javrak yordamida suvda erigan kislorodni nima qiladi? O'zlashtiradi. Endi bularni ta'sirlanishi, nima yordamida ta'sirlanadi? Bularni ta'sirlanishi agar amyobali suvga ozgina tuz qo'shadigan bo'lsang, amyoba o'zini yig'ishtirib oladi. Yumaloq shartnoma shakl qilib oladi. Tushunarli? Demak, o'zini yig'ib qanaqa shakl qilib olar ekan? Shartnoma yumaloq shakl qilib olar ekan va bu narsa ta'sirlanishi deyiladi. Endi buni oziqlanishi bor. O'zi kichkina jonivor. Kichkina jonivor bo'lgani uchun mikroorganizmlar bilan oziqlanadi. Tushunarli bo'ldimi? Ovqat qanday yeydi desa, sen ovqatni kosada ovqat turgan bo'lsa, olasan, oldinga solasan, yutasan, to'g'rimi? Bular unaqa emas. Bularda oziqqa duch kelgan paytda soxta oyoqlari bilan uni qamrab olib, qattiqroq bosadi, ichiga o'tib ketadi. Tushuntiradimi? Bular shunaqa oziq. Demak, soxta oyoqli ketyapti, to'g'ri, bir tom suvga o'xshab ketyapti. Oldindan ovqat chiqib qolsa, mikroorganizm chiqsa, uni soxta oyoqlari bilan nima qilar ekan? Qamrab olar ekan va ichkarisiga o'tkazib yuborar ekan. Ichkarida hazm qilish vakolati bor. Hayvon hujayrasini 5-sinfda o'tgan edik. Hayvon hujayrasi o'simlik hujayrasidan farqi, o'simlik hujayrasida nima deydi? Hazm qiluvchi va qisqaruvchi vakolatlar bo'lmaydi. Bu faqat nimada bo'lardi?
hayvonda bo'ladi, o'simlikda bo'lmas, to'g'rimi? Hayvonda. O'sha ichkarisidagi hazm qilish vakolasi o'sha ichkariga kirib ketgan mikroorganizmni nima qiladi? Hazm qiladi. Hazm qiladi. Tushunarli? Hazm qiladi. Endi keyingi vakil. Kuchlilar. Mana vakillarni aytaylik. Vakillar nursimollar, forensiklari va ichburuq amyoba. Bularni nursimollar hozirgi ohakkorlari bor-ku, qayerda ohakkoni bo'lsa, demak o'sha yerda bir necha million yil ilgari foraminifera nursimollar nima qilgan? Yashagan. O'sha nursimollar qoldiqlaridan hozirgi nimalar paydo bo'lgan? Ohakkonlar hosil bo'lgan. Foraminiferalardan esa jilvir qog'ozlarni va metallarni silliqlashga ishlatadi. Jilvir qog'ozlardan nima deydi? Qum qog'oz deyiladi. Shu vaqt kelgandan keyin naqama g'ijining keladi, bilasanmi? Ammo bunday tekislash bunday. Shu vaqt tekislash ishlatadi. Xuddi o'sha qog'oz qanaqa qog'oz ekan? Jilvir qog'oz va metallarni silliqlashga ishlatadi. YouTube'ga kirsang, bittasi prostoy telefonni bunday aylanayotgan lentaga bunday tekisda borganlar yo'qolib boradi. To'liq boradi siz bunday. O'sha yo'qolib borayotgan qog'oz qanaqa qog'oz ekan? Jilvir qog'oz. Tushunarli? Bularning ichida parazit vakili bor. Esingizda tursin. Parazit vakili bor, ichburuq amyobasi. Ichburuq amyobasi, nomi ichburuq amyobasi keltirib chiqaradigan kasalligi qonli ichburuq. Ichakka tushadi. Ichakka tushgandan keyin ichakni teshib qo'yib qon chiqadi. O'sha ichakni teshib qo'ygani uchun ham bu ichburuq amyobasining nomi qonli ichburuq kasalligi keltirib chiqadi. Tushunarli? Endi demak parazit vakillari ham bor ekan. Endi noqulay sharoitda bular sista hosil qiladi. Eslab qolinglar. Mikroorganizmlar, bakteriyalar ular noqulay sharoitda spora hosil qiladi, to'g'rimi? Spora nima? O'ta chidamli bo'lardi. Necha gradus edi? Plus 140 minus 253. Demak, minus 253 gradusgacha chidamli bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi o'sha narsa spora. Xuddi o'sha sporaga o'xshagan. Faqat buni sodda hayvonlar ishlab chiqaradigan, hosil qiladigan narsasi sista deyiladi. Spora va sista bir-biriga yaqin. Faqat sporani mikroorganizmlar keltirib chiqaradi, sistani sodda hayvonlar keltirib chiqaradi. Tushunarli? Sista nima desa, qaranglar, men sizga oddiy va qisqa tushuntiraman. Mana shu xona to'rtburchak, to'g'rimi? Mana shu xona to'rtburchak. Tasavvur qiling, shu xona 20 metr yer ostida turibdi. Mana shu xona 20 metr yer ostida joylashgan. Va biz dars o'tyapmiz, to'g'rimi? Yonimizdagi barcha xonalar yonib ketdi. Va devorlar qizib, bu yoqqa o'sha olov o'tish xavfi bor-da. Bu xonada seni puling, mashinang kaliti, oilang, do'stlaring hammasi bor. Va sen ularni himoya qilish uchun mana shu xonada olib chiqib keta olmasliging. Bu xonada olib chiqib keta olmaydi. Shu xonani qayeriga qo'yasan? O'rtasiga. To'ppa-to'p. Xonani o'rtasiga olib kirasan hamma narsani, to'g'rimi? Ya'ni pullaringni ham o'rtaga qo'yasan, oilangni ham o'rtaga qo'yasan, boshqasini ham o'rtaga qo'yasan. Chem devordan uzoqroq tursa bo'ldi. Tushunasizmi? Olov o'tishini kutasan. Sistem xuddi shunaqa bo'ladi. Hujayra devor bilan o'ralgan, to'g'rimi? Bu hujayra devorni tashlash kerak olmaydi. To'xta, men ketdim, keyingi yozda kelaman demaydi, to'g'ri? Bu nima qilyapti? O'zini himoya qilish kerak. Yadro, kerakli bo'lgan organoidlar hammasini qayerga to'playdi? O'rtaga to'playdi. Chekasi o'laveradi, o'rta u yashayveradi. Tushunasizmi? Mana shu narsa nima ekan? Sista haqida tushunarli bo'ldimi mana? Endi keyingi vakil xichilliklar. Xichilliklar bekorga xichilliklar, chunki bularda xichin bor. Haqiqatan xichin bo'lgani uchun bular xichillik deyiladi. Ikkita tanlashtirib qo'ymaydi. Infuzoriyada kiprik bo'ladi, xichin emas. Tushundinglarmi? Kiprik bilan xichinning farqi bor. To'g'ri? Endi endi xichilliklar. Bular juda ham shustri jonivor hisoblanadi. Sababini aytaman. Bular juda ham shustri degan sababi xichilliklar, bular ham ko'lmak va hovuz suvlarida tarqaydi. Bu qayerda edi? To'kilgan barg va xashchoplar. To'kilgan barg va xashchop desa amyoba ekanligiga kelsa. Ko'lmak va hovuz desa xichilliklar. Evgilena ekanligiga. Xichilliklarning tipik vakili yashil evgilena. Yashil evgilena. Qayerda tarqalgan ekan? Ko'lmak va
Hovuzlar. Kattaligi amyobadan 5-10 marta kichik bo'ladi. Ya'ni bu amyobadan ham kichkina, lekin qichini bor. Nimaga bu shu ustiraydi desanglar, bu o'simliklarni iste'mol qilayotgan paytda, suvoqlarni iste'mol qilayotgan paytda, suvoqlarning plastikasini hazm qilmaydi-da, o'ziga qo'yadi. Tushundinglarmi? Ko'pchilik aytadi, bular yo'q, tug'ilganda shunday bo'lgan, yo'q, tug'ilganda bunday bo'lmaydi. Tushundinglarmi? Tug'ilganda bunday bo'lmaydi. Oradan vaqt o'tadi, o'zidagi o'sha yeyotgan o'simligidagi plastikani o'zini tanasiga qo'yib, fotosintez qilib ham ovqat yeb ketadi. Tushundingmi? Demak, quyosh nuri bo'lgan paytda, ular fotosintez qiladi. Quyosh bo'lmagan paytda o'simliklar deydi. Tushundinglarmi? Endi qara, mana shu xona shunda turibdi. Tasavvur qil, seni yashil plastikda bor. Sen qaysi tomonga qarab yurasan? Nimaga? Bizda quyosh yo'ldan tushyaptimi? Demak, men bu yoqqa qarab yurishim kerak, to'g'rimi? Demak, mana shu narsa taksi. Taksi deyapti-ku. Ha, to'g'ri. Demak, taksi degani bormoq degani. Foto taksi bo'lsa, nurga qarab borish. Va buni kim qilar ekan? O'simliklar bor. O'simliklarda boshqa narsa kelib turadi. Demak, bulardan nima ekan? Foto taksi. Endi bularni ta'sirlari qanaqa desa, demak, qizil ko'zchasi bo'ladi. Mana qizil ko'zchasi bo'ladi. Mana shu qizil ko'zchasi yordamida yorug'lik tushgan qizil ko'zchasi, sen 4K formatda ko'radigan qizil ko'zcha emas. Sizlarga tushuntiraman. Bulardagi ko'zcha bilan sening ko'zchang nima farqi? Ko'zing yo'q. Ko'zing yo'q. Yorug'lik qaysi tomondan tushadi? Shuni qorong'i, yo'q, mana shuni sezyapsanmi? Yo'q. Ko'zing yumuq bo'lgan paytda ham yorug'lik qaysi tomondan ketgan bilib turibsanmi? Va o'sha tomonga qarab yuryapsanmi? Mana shu ularni ko'rish. Bu degani sen unga salom bersang, ha, deb ko'r, qaraysan desang, u seni ko'rmaydi. U ko'rmaydi, chunki unda rang ajratish, masofani bilish degan narsa yo'q. Unda faqat nurni ko'rish. Tushunarli? Nur tomonga qarab yuradi. Keyingisi. Bular ham xuddi suvda yashaganligi uchun amyobaga o'xshab qanday nafas oladi? Suvda yordam. Va bular ham sistem hosil qiladi. Noqulay sharoit buni aytib o'tirmayman. Lekin kuchlilarni bitta zo'r tarafi bor. Kuchlilar bekorga shu ustada demayman. Bular birov yashab ko'rdida, yashab ko'r, qarasa ha, ovqat qidirish kerak, yeyish kerak, ish ko'p. To'xta bizni, ha, kelib birga yashab ko'raylik dedi. Keyin bular koloniya bo'lib yashashdi, birinchi bo'lib yo'lga qo'ydi. Demak, birinchi bo'lib koloniya bo'lib yashashni kim yaratgan ekan? Volvoxlar birinchi bo'lib koloniya bo'lib yashashdi, yo'lini topishgan va bularning ichida ikkitalik. Yashil egalayniki bitta bo'ladi. Yashil egalayniki bitta bo'ladi. Bularniki ikkita bo'ladi. Lekin keyinchalik universitetga borganlarni ko'rasizlar, yashil egalaynan aslida ikkita kuchini bor. Shunchaki mana ikkitasi bitta o'ralib ketgan bo'ladi. Uni institut programmalarida ko'rasiz, to'g'rimi? Lekin hozir sizlardan kimdir so'rasa, yashil egalaylarni bitta kuchini bor. Tushunarli? Bularga esa Volvoxlarga esa ikkita bo'ladi. Va mana o'rtada bir-biriga bog'langan ip bor-ku. Sitoplazmatik ipcha deyiladi. Nima uchun sitoplazmatik ipcha deydi desa, mana o'zi ovqat topsa ham teng bo'lib ketadi, mana o'zi ovqat topsa ham teng bo'lib ketadi, mana o'zi ovqat topsa ham teng bo'lib ketadi. Tushunasizmi? Ya'ni bittasi olib keladi, hamma o'rtada bo'ladi. Dadang ko'chada ishlab keladi, hamma yeydi. Men topsam, ha? Umuman ish qilmagansan yeyapsan u yoqda. Ya'ni eng ko'pi sen yeydi. Xudo o'shani qilib, demak. Dadang olib kelib berayotganda hamma yeyishing buni menga diplomat ipcha yordamida bog'lanish ekan. Tushunarli bo'ldimi? Buni tushundinglarmi? Bularning parazit, bularni qarang, ikkiga bo'linish yo'lini ko'payadi. Demak, bular bitta turgan joyida ikkiga nima qiladi? Chunki ularda jinsiy ko'payishi, u jinsni o'zi yo'q, chunki bitta hujayra yo'q. Yana kamga jinsni ko'tarib kerak bo'ladi. Siz ayolmisiz, erkakmisiz bilmaysiz. O'shaning uchun bular tinchgina nima qilib qo'ya qoladi? Ikkiga bo'linib qo'ya qoladi. Endi parazit vakillardan tripanosoma bor. Afrikaliklar qonida uyqu kasalligini keltirib chiqaradi. Tushunarli? Afrikaliklar qonida uyqu keladi. Bu qarang, bu qanaqa uyqu? Bu uyqu
odam juda chuqur uyquga ketadi-da, bo'ldi uxlaydi. Bunda turmaydi. Baobabda Nafas olish ham, yurak urishi ham borgan sari pasayib borib qoladi. Tushunarli? Demak, tripanosomi afrikaliklar qonini zardobida, ya'ni plazmasida qanday kasallik kelib chiqarar ekan? Uyqu kasalligi. Leishmaniya O'zbekistonda bir paytlar bo'lgan. Isak bilan Borovskiy, Alloh rahmat qilsin, Alloh rozi bo'lsin u insonlardan. Isak bilan Borovskiy O'zbekistonda leishmaniya bilan rishtani rasman tugatgan insonlar. Demak, leishmaniya asosan yuz bilan qo'lda, ba'zan oyoqda tuzalmaydigan yara kelib chiqaradi. Ishoninglar, men leishmaniyani o'zim hayotda ko'rganman, juda yomon bo'ladi. Unda katta o'shib chiqadi, bir katta o'shib chiqadi. O'shaning o'rtasida bitta teshik bo'ladi. O'sha teshikdan tinimsiz suv oqib turadi. Tinimsiz. 3 yilgacha. Oy. 3 yilgacha o'sha yara tuzaladi. Tuzalgandan keyin 2 yildan 3 yilgacha o'z immunitet yengib chiqadi qachondir. Yengib chiqqandan keyin o'sha joy chuqurcha bo'lib qoladi. Men chuqur o'tirib qoladi. Leishmaniya kasalligi o'shaning uchun juda ham xavfli kasallik hisoblanadi. Tushunarli bo'ldimi? Endi davom. Bu yog'i infuzoriyalar yaxshi deb eslab qo'ying. Keyingi sinfga o'tganimiz sari nimadir takomillashib boradi, nimadir rivojlanib boradi va nimadir yangilik kirib boradi har doim. O'shanday yangiliklardan demak bittasi infuzoriyalarda nimalar paydo bo'lgan? Kiprikchalar. Kiprikchalar paydo bo'lgan. Eslab qo'yinglar. Kiprikchalarning vazifasi ko'pchilik adashib qo'yadi. O'quvchi tanachilar mana kiprikchalarni juda abituriyentlardan adashib qo'yadi. Kiprikchalar vazifasi faqat harakat tomon. Tushunarli? To'mtoq tomoni bilan oldinga qarab harakat qiladi. Qanday harakat qilar ekan? To'mtoq tomoni oldinga qarab harakat. To'mtoq tomoni bilan oldinga qarab harakat qiladi. Tushunarli? Endi bularning infuzoriyalarni birinchi bo'lib pichan ibitmasdan topishgan. Pichan suvga yuvib qo'yib qaynatib, keyin qo'yib qo'ysak, ustida yupqa parda hosil bo'ladi. O'sha pardani olib ko'rishganda ichida infuzoriyalar chiqqan. Shuning uchun ham nomi pichan ibitmasi hayvonlari deyiladi. Tushunarli? Endi bularda eslab qolasizlar, bularda juda bir katta yangilik bor. Bularda ikkita yadro bo'ladi. Bularda hujayralarda bitta yadro bo'ladi. Bularda ikki yadro bo'ladi. Katta va kichik yadrolar bo'ladi. Undan tashqari bularda mana ular demak hazm qilish vakolasi. Kiprikchalar yordamida u nima qilardi? Mana pastdagi qismlar o'tuvchi tanachalar. Endi mana bu esa chiqarish teshigi. Bularda qaranglar. Tarnosimon chuqurchasiga bakteriya kiradi. O'sha bakteriyani hazm qilish vakolasi bilan o'rab butun sitoplazmani aylantiradi hazm qilish uchun. Yo'q. Tushunarli? Qachon sin bo'ladi? Bitta tayoqqa sharni boylab uni aylantiradi. To'g'ri? Xuddi o'shanday qilib butun hujayraning ichida nima qilar ekan? Aylantirar ekan. Natijada o'sha bakteriya hazm bo'ladi. Hazm bo'lmagan qismlari orqa chiqarish teshigi orqali nima qilib ketadi? Tanadan chiqarib yuboriladi. Endi harakati kiprikchalar yordamida to'mtoq tomonidan harakat qilishini aytdik. Bular ham suvda erigan kislorod bilan nafas oladi. Ta'sirlanishi, bularda kuydiruvchi tanachalar bor. Demak, mana shu osiluvchi tanachalarda kuydiruvchi tanachalar bor. Bular o'zini himoya qiladi bu. Ikki xil merusa bo'ladi. Amerika filmlarini ko'rgan bo'lsangiz, ikki xil merusa bo'ladi. Bitta merusa bor. Shu asar qandaysiz seni otib tashlaydi. To'g'ri? Shu yoki dushman qochyapsa, qimirlama otaman deydi, dang deb otib kallasini urib qo'yib tashlaydi, to'g'ri? Ikkinchi merusa turi bor. Qochayotgan odamga elektroshoker bilan uradi. Bilasanmi? Ha? Elektroshoker bilan urgan odam o'ladi? Yo'q. Lekin kalaj bo'lib qushdan ketib qoladi, to'g'ri? Demak, bu o'sha elektroshoker bilan uradi. Cho'chitadi. Tushuntira oldim? Bu faqat cho'chitadi, lekin o'ldirmaydi. Tushunarli? O'ldirmaydi. Endi ko'payishi eslab qolinglar. Bularni ko'payayotgan paytida birinchi yadrosi yemirilib ketadi. Yadrosi yo'q bo'lib ketadi-da. Keyin o'rtasida ikkiga bo'linib, ingichkalashib, ikkita kichkina tufilkacha hosil bo'ladi-da. Ikkalasidan kichkina yadro bo'ladi. Faqat bular endi bo'lingani uchun birdan vakolasi hosil bo'lmaydi. Vakolasi
Qisqaruv. Birinchi buni ham ikkita qisqarish vakolati bor. Birinchi qisqarish vakolati sirab paydo bo'ladi, ikkinchisi keyinroq hujayra razmeri kattalashgandan keyin paydo bo'ladi. Endi buni demak kattaligi 0,1-0,3 mm-gacha bu uchraydigan joy o'simlik qoldiqlari ko'p bo'lgan suv havzasida uchraydi. Qanaqa suv havzasida? O'simlik qoldiqlari ko'p bo'lgan suv havzasida. Tushunarli bo'ldimi? Endi oziqlanishi bakteriyalar bilan oziqlanadi. Endi eng ko'p parazitlar o'zida saqlaydigan sinf vakillari sporalar. 4 mingta vakili bor. Suvda qandoq qilib yashovchilarda ham 4 mingta vakili bor, eslab qo'ying. Demak, hammasi 100% parazit. Parazit holda hayot kechirish uchun, eslab qo'ying. Parazit holda hayot kechirish uchun organizm nimalardan voz kechish kerak? Organizm minus harakatlanish. Harakatlanishdan nima qilish kerak? Voz kechish kerak. Hazm qilishdan voz kechish kerak. Ayirishdan voz kechish. Natijada parazit holda hayot kechiradi. Endi bezgak parazitini eritrotsitlar ichiga kiradi, qon hujayralari ichiga kiradi. Misol uchun bezgak parazitlar ichiga kiradi. Bezgak parazit buni ichiga kirgandan keyin buni ichida ko'payib, rivojlanib hujayraning yorib nima qilib ketadi? Chiqib ketadi. Bu hujayradan tashqariga chiqqandan keyin odamning issiqligi ko'tarilib ketadi. Tushunarli? Chunki odamning immuniteti qon hujayralarining ichida emas. Qon hujayralarining ichida emas, balki plazmada bo'ladi. Chunki o'sha plazmaga chiqqandan keyin odamning harorati birdan ko'tarilib, urish boshlanib ketadi. Demak, buni bu bezgak parazit. Undan tashqari nozema degan parazit bor. U faqat ikkita organizm parazitlar, tutuk va qurti bilan asallarda parazitlar. Tushunarli bo'ldimi? Sodda hayvonlar haqida tushuncha hosil bo'ldimi?